Tana harorati, ya'ni isitma oshishi bilan darhol antibiotik berish qanchalik to'g'ri? Tana harorati oshishi organizmning yallig'lanishiga yoki infeksiyaga qarshi kurashi hisoblanadi. Bu infeksiyalar virusli, bakteriyali va boshqa sabablardan bo'lishi mumkin. Antibiotiklar faqat bakteriyal infeksiyalarga qarshi samarali hisoblanadi. Virusli infeksiyalarda esa antibiotiklar ish bermaydi. Yiringli jarayonlarda, bakteriyali jarayonlarda antibiotiklar foyda beradi. Nega antibiotiklarni noto'g'ri qabul qilish xavfli hisoblanadi? Antibiotiklarni noto'g'ri qabul qilish bakteriyalarning qarshiligini, rezistentligini oshiradi. Bu esa antibiotiklar ta'sir darajasini kamaytiradi. Antibiotiklar keyin ta'sir qilmay qoladi. Sog'lom mikroflora buziladi. Ayollarda kandidoz va allergik kasalliklar rivojlanadi. Tana harorati ko'tarilganda nima qilish kerak? Tana harorati 38,5 bo'lgan holatlarda avvalambor kuzatish kerak, ko'proq suyuqlik ichish kerak va dam olish kerak hisoblanadi. 38,5 dan yuqori tana haroratida esa paracetamol, ibuprofen kabi issiq tushiruvchi tabletka, dori vositalaridan foydalanish kerak hisoblanadi. Agar harorat 3 kundan oshiq saqlanib qolsa, yiringli jarayonlar, ya'ni pnevmoniya yoki tomoqda yiringli jarayonlar bilan kechsa, shifokor bakteriyal infeksiyalarni aniqlasa, bunday holatlarda antibiotik berish shart hisoblanadi. Siz tana harorati ko'tarilganda qaysi usullardan foydalanasiz? Izohlarda yozib qoldiring.